Sizlar bilan yana internet moliya kanali. Bugun sizlar bilan bir videodan ko'rib turgan bo'lsanglar kerak, Bitcoin mining qilish orqali pul ishlashga o'rganib o'tamiz. Buning uchun bizga mana bu programma kerak bo'ladi. Buni silkasini kommentariyada qoldiraman. Bemalol kirib o'tib olishingiz mumkin. Xo'p. Nima qilamiz? Buni kiramiz. O'zi boshlab qo'yganman. Birinchi kirganingizda sizlar registratsiyadan o'tish kerak bo'ladi. Bu ashim oson. Google akkaunt yordamida yoki elektron pochta bilan o'tib olsanglar bo'ladi. Mana bu bizning miningimiz, asosiy hisobimiz mana. Yana buni yechib olsak bo'ladi. Minimalga yetganda qachonki. Xo'p, buni qanday pul ishlaymiz qilganingizda sizlarda 0 bo'lib turadi, mining qilmaydi. Va mana bu yerdagi tugmaga bosishlar kerak bo'ladi. Success Safe Control kontraktga bosishlar kerak bo'ladi. Shundan keyin sizlarda mining boshlanadi, ammo juda ham sekinlik tarzda amalga oshadi mining. Buni tezlashtirish uchun mana bu yerda загрузить reklama degan tugma bor. Ana shuni bosishlar kerak bo'ladi. Qancha ko'p reklama qo'shishlaring, sizlarda mininglaring tezligi shuncha oshib boradi. Hop, mana kontrakt pastdagi 4 ta bo'lim bor. O'shandan men hozir 1, 2, 3 va 4-bo'limlar deb atayman men bularda. Shunday tushunib olaverasizlar. Va ikkinchi bo'limga kirsak, mana bizning kontraktlarimiz qatorini ko'rishimiz mumkin. Mana tepada men Success 3.57 Hg sekund. Va pastda mana aktivni 3 ta deb yozib qo'ygan. Reward Control kontrakt 3 ta deb qavsida 3 ta yozib qo'ygan. Va har sekundiga 7.62 Hz tezlikda ishlab beryapti ekan. Xo'p, endi biz bu yerda ishlash o'rganib oldik. Endi biz bu yerda dohod tezlashtirishni o'rgandik. Bu yerda platniy kontekstdan bor, ya'ni pulli to'lovlar. Bular orqali sizlar o'zlaringiz dohodlaringizni anchagina oshirib olishingiz mumkin. Mana bir oyga $24 460 Hz. Hozir men tezligim 7 Hz bo'layotgan bo'lsa, mana tezlikni ko'ryapsizlar. Qanchalik tez oshyapti. Va hozir 460 Hz ni tasavvur qilib ko'ringlar. Вообще normal ishlasa bo'ladi bu yerda ham. Hozir men bo'ldi. Xo'p, endi mana bizda reklama ochildi. Anchadan beri ochilgan yo'q edi. Загрузка bo'ladi reklama. Ko'rganingizdan keyin meni tezligimni ko'rdilaring mana. 762 Hz. Hop, bitta reklama ko'ramiz. Reklama tugaguncha videoni to'xtatib turaman. Mana bizda reklamamiz tugadi. Hop, X bosib ketamiz hozir. Va bizning dohodimiz qanchaga oshganini ko'ramiz. Mana 819 Hz bo'ldi. Ya'ni menimcha 0.50 Hz qo'shib berdi menimcha. Va bizlarni ko'rganingizda tepada miningimiz oshdi tezligi. Oldin ozgincha sekinroq edi. Mana yanada oshdi tezligi. Va mana shunday qilib, mana hozir reklama загрузка bo'lyapti. Загрузка bo'lgandan keyin 24 soatdan keyin yana boshqatdan bu tezlik o'chadi. Yana sekinlashib qoladi. 24 soat ishlaydi bu reklama ko'rganingizdan keyin. Yana 24 soatdan yana video ko'rib bemalol tezlashtirib olishingiz mumkin. Yana uxlayotganda qo'ysangiz bo'ladi. Bemalol pul ishlaydi. Endi biz cashlog degan joyga bosamiz. Cashlog degan joyda mana biz bu yerdan pul chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Hop, buning uchun mana Vivestit bo'limiga bosamiz. Vivestit. Hop, mana bu yerdan tepadan blokchainlar tanlaymiz. Xohlagan blokchainlarimiz mana ko'rganlaringizdek, mana masalan Bitcoin blokchainini tanlasak, просто Bitcoin cashlogimizni kiritamiz va все. Ammo bu yerda minimalga mana ko'rganlaringizdek mana shunday 0.007 007 xullas mana shunday. Bu juda ham ko'p. Xo'p, endi Binance Smart Chain deb begimasini ko'ramiz. Ozgincha kamroq bu yerda. Haligiga qaraganda 0.0048. Xo'p, endi Bitcoin layg'it ko'ramiz mana.
bitta anchagina past qo'yganlarga qaraganda maksimalni ham bu yerda turibdi. Hop, bemalol bularni nima qilib oxirigacha yechib to'plab bemalol pul chiqarib olsanglar bo'ladi. Men buni saytda istoriyasini ko'rdim, iloji boricha. Bitta juda ham kam ekan bu programma haqida ma'lumot. Men bir amallab internetdan topib pul to'lashiga amin bo'ldim va ko'rdim isbotlari bilan. Bu yerda ishlash, bemalol ishlasanglar bo'ladi. Uncha programmadan yaxshiroq bu. Bu juda ham yaxshi degani. Mana xudo xolasa biz videomiz tugadi ham. Va sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Yangi videolarimizni ko'rishguncha iltimos like bilan kommentariy yozib qo'yinglar. Podpiska tashlash esdan chiqmasin. Biz ham mana shu qo'ygan layklaringizga, yozgan kommentariyallaringizga, bosgan podpiskalaringizga qarab motivatsiya topib biz ham video qilamiz. Hammaga rahmat kattakon. Va sizlar bilan yana internet money kanali bo'ldi. Kanaldan uzoqlashmanglar. Xudo xolasa yangi videolar yana oldinda. Nima haqida video chiqarishni xohlasanglar yozib ketinglar. Miningmi, Telegram botmi yo boshqa balo battar xohlaganlaringizni yozib kelsangiz, men o'sha internetdan qidirib ishonchlilarini sizlarga taqdim etishga harakat qilaman. Hammaga xayr, mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Podpiska va like bosishdan chiqmasin. Xayr.